Bo'lsin, bugun yana oldingi hikoyadagi Qashqarga Qashning hikoyasining oxiri batdi. Shu kuni yana keyinlik ulab so'zlaydi desam, ma hikoya kesadigan detal qilishing bo'lmadi deb qaytib bilib, qat'iy keskil bo'lmadi. Shunga keyindagi sizlar bilan xo'shlashadigan so'z iboralarni qilolmaylam. Shu ayol yo'qopdi deblam kesib chiqarib etdim. Bugun shu keyindagi hikoyalar bilan yana ikki hikoyani qo'shib so'zlab qo'yibdi. Ashlarning hammasini so'zlaydi. Bu Akash shu kuni ilqi oq kiyimlik ayol mushunda yo'q edi deb shu hikoyasining oxirini men so'zlab berayotgan vaqt uyga qaytish uchun men Palanbaydan chiqayotgan vaqtdi. Shu Palanbayga dastlab chiqayotgan ovozlarim anglanib qopti. Shu ayolning hikoyasini so'zlab bo'lib uyga bir kirib chiqib o'tib, ammo uyning oldida bir shoti bor ekan, men binoning o'yisiga chiqadigan. Shu shotidan yamishib binoning o'yisida Akashning amdi baqqan kaptalari bor ekan. O'sha kaptalarga don suv berib deb shotiga yamishib, eliq o'g'izning qopqiqini shundal ochsa, shu yerda qopqar soydan birsi mushta pastga ingishib qarab turibdi-da. Buni ko'rib yurga jig'g'idi qilib qopdi. Eliq qarsaymi xuddi Akashni qasligandek lam. O'ylab yiqinlar unda binoning o'g'isiga yamishib chiqadigan shotlabek egiz bo'ldi-ku. O'sha yerdan tushib kesning bo'lmoqchi. Qo'lnim qo'yib etmabdi, shotini ching'ida tutib yen uni ko'masga silib ustiga chiqib, shu soyning yenidan o'tib Aş kaptallarga don suv berib etgan ko'zning quyruqidimda qarsa u qarsa yana baka. Aş Akash tarafga qarab o'tirganda 2 minut ashunda men tarafga qarab turib anda yo'qolib ketdi deydi. Endi buning keyinida Akashning to'y qilmagan yosh vaqtlarda yuz bergan hikoyasidan 2 kun ulab so'zlab qo'yibdi, shunda beray. Bularning cho'ng uyning qishida cho'ng bir doktor ayol bor ekan to'xtadiq-ku. Oldin qismdagi hikoyaning birinchisida. Aş uydagi vaqtlar o'xshaydi. Bularning qo'rosidimi ashda bektul og'inlar paydo bo'lib qolgandiq. Bir kun kechda bu Akash uxlavotsa, opasining ovozida birsi qo'rodi shunda mo'ngluq bir naqsh etib ketibdi-da. Bu naqshining ohangi ritmlari xuddi bizlarning xalq naqshlarimizga o'xshaydi deydi. Anandan bu naqshiga tankesh qilib dumtarang qilib ashunda noit tangpun holatda chelingan bir topning ovozini bor ekan. Meliqa ayolning ovozi shunchalik mo'ngluq, shunchalik chiroyli ekanki, lekin nima deyotganligini, nimani kuylab naqsh etayotganligini bu Akash qat'iy tushunamabdi. Bunda tuyg'uni men beshimdan kechirib baqqan, men shu eng beshida o'zimning bishiga kelgan ishlar deb so'zlagan hikoyamda yerim kechidan naqsh etgan ayol deb bir hikoyam bor-ku. Ashni anglab baqsanglar bo'ldi. Aş vaqtda men anglagan ashunda bir ovozni. Shuning bilan bu Akashning beshida undaq pedallar qetishib, midirlayolmay qolgan unda ahvollar bo'lmabdi. Asta mengib derizning tuviga kelib qarsa, bu qo'roda endi rasmiy mushta oppoq kiyim kiyib olgan netcheylan birlari shunda soz jilayotgan, birlari shu supining ustiga chiqib olib usul o'ynayotgan ashunda holat ekanda, xuddi bir mashrab navo qilayotgandek. Shunda sepsilib qarsa, shu supida usul o'ynayotgan heliqi er kishining chiroyi bek g'alitga. Bu odamning ko'zi odatdagi odamning ko'zidan xilbeklam yo'g'anka. Kapta tuxumidek va yoki yong'oqdek shunchalik cho'nglikda deb tasvirlashga bo'ldi. Ondan burni bo'lsa, xuddi burkutning tumshuqidek shuna ilmak tushganka. Qo'rqib ketib qolgan yerlarga bek zin silib qarmabdi. Bu odam shunda g'alit, piqrab, cho'gilab shunda bir usullarni o'ynayotganka. Shuning bilan hamma xalqlar bizning qo'roni mashrab qilib turibdi-da. Bo'pti bularni mashrabini o'ynayversin deb bu Akash yana joyiga kelib yetib uxlab qopdi. Ikkinchi ish bo'lsa, bir pijg'irim yoz kunlarining bir tushish vaqti. Bu Akashning shunda uyqusi kelib ketib, shu mehmonxona uyga kirib lam yetibdi. Endi bu yotgan yeri ma Sajining qishidagi bir yerga. Qanchalik uxlaganini bilmaydi, bir vaqt ko'z ichilib ketibdi. Shunda yoniga qarsa, dadasi tub-tuz holatda ishda yotqizib qo'yilganka, ingak tingiqliq. Dadasining ustiga nipis bir oq ranglik raqni otib qo'ygan ekan. Shu raqning sirtidan qarab, shu yotgan odamning dadasi ekanligini, inkining tengib qo'yilganligini ko'ribdi. Bu nimshib ketdi ham deb shundal o'rnidan qo'pmoqchi bo'ldi. Shuni bayqabdiki, ustida yana bir odam yotgan ekan. U ustida yotgan odamning burni bilan Akashning burni tegishib qolgandek holatda. Shunda yuziga yiqib yotgan ekanda. Buni ko'rib tunji qitimda hamda bu Akashda qo'rqish inkos bo'lmabdi. Ochiq kepti-da, bu mening ustimga chiqib olib meni bo'zaq qilay debdi-da, deb buni uraychu deb shundoq bir kuchab o'rnidan tursa, bu ustidagi odam shunda tezlikda o'rnidan turibla eshikdan laylabda chiqib ketibdi.
Mengib chiqib ketmabdi, leylab chiqib ketibdi. Chunki u odamning belining töven yeni yo'q-ke. Belining tövini xuddi bir tumandek ko'rindi-ke. Ko'zini yumib ochquchi bo'lgan orliqda g'ipli qilib yo'qolib ketdi deydi. Uning keyinda lama sajining ustida dadisining qiyofatida yetib olgan iliq odammi o'rnidan darhol turibla u odamni eshikdan g'ipli qilib chiqib ketibdi. Ilg'ma jo'zning ustida yotgan vaqtida putti, qudi hamma nimasi saq bo'lgan to'q. Lekin eshikdan uchib chiqib ketgan vaqtida u odamning belining usti yeni ko'rinibdi, lekin belining tuvan tarafini ko'gil bo'lmabdi. O'xshashlam oppoq bir odamsimon soyga o'zgarib uchib chiqib ketibdi. Shuning bilan bu akashning ko'p kunduzda odamni qor bosadigandu deb o'ylabdi. Endi sajining ustidagi yel yemishlar to'pib ketmasin, mayna to'p ketmasin deb bir dasturxonlarni yeb qo'ydigan ishlar bor-ku. Shu sajining ustida oppoq bir dasturxon bor ekan to'q. Shuni ichib yetib qarsa, u yerlarda go'shini yeb tashlab qo'ygan so'ngaklar bor ekan to'q. Shunga bu akashning ishda qarib yesib qolgan ekan. Shu nurg'un hikoyalar deymiz-ku. Bo'libmi ustixonni, yiliqi go'shini yeb bo'lib tashlab qo'ygan ustixonni kunduz bo'lsin yoki kechasi bo'lsin, uyda bek uzoq turg'izmasak bo'ldi ekan. Shunda ustixon so'ngaklar shu og'inlarni bek oson o'ziga jalb qilib chaqirib keldi ekan. Va akashning oldin qism hikoyalarda so'zlagan to'q Axlatto'ning atroflarida oq rangli yoki qora rangli odamsimon soylarni ko'rib qolgan to'q. Demak, mush Axlatto'ning qishig'i nemish kavoldi deganda, shu tashlab etgan so'ngaklar bor emasmi? Shuni yeymiz deb kavoldiga o'xshaydi, men bu bek tushunamadim. Lekin Axlatto'ning atrofida bular bog'liqi aniqga. Bu akashning qizi, endi mushuk amroqga. Uyda nurg'un aslanlar borga. Bir kun kechda shu aslanlarning tartini tashlab etma deb pastga Axlatto'ga tushib, axlat tashlaydigan uylar bor-ku, shovchilarning ichida. Mustaqilqi derizdek to'shuklar bor, ashuna ichiga atimiz qo'y axlatni. Ashunda bir to'shukning ichiga qo'ldagi axlatni itibdi. Shu yerdan bir amdi küçükdən yoğaraq bir qapqar mushuk itilib chiqibdi-da, u mushukning ko'zi qip-qizilga. U yerda hamdi u qizchaqning do'sti bilan do'stining opasini bakkan to'q. Opasi cho'ng bo'lgandan keyin uning nimligini uqib qolganmagandaq, "Bolalarim miyakilanglar" deb chaqiribdi. U qizlar mushukka amroq bo'lgandan keyin hamdi uning og'inlardan o'zgargan bir narsa ekanligini farq etolmay, shu mushukka qarab turibdi-da. U mushukmi ko'zlarini qip-qizil qizartgan holatda bu qizlarga qarab xiris qilib, shunda bir qiliqlarni qilib turibdi. Shuning bilan opasi chaqirib olgandan keyin do'sti bilan opasi o'zining uyiga yugurib kirib ketibdi. Bu qizmi o'zimning uyiga kirib ketma deb yugurib maqsayliq mushuk qo'g'lab bu qizalni deganning darvozaning sirtiga chiqarib yetibdi deydi. Bu qiz oxiri opasini, dadasini chaqirib meni olib chiqib ketinglar ustiga deb. Bular chiqib olib tushib olgan ekan. Eng oxirgi hikoyasi bo'lsa, bu akashning dadasining zamonlarida yuz bergan ishga, ya'ni 60-70 yillarda yuz bergan ish o'xshaydi. Dadasining bir do'sti bor ekan. U do'stining uyi Qashqar bozorchining Shanxaychang deb atiladigan bir yerlar bor o'xshaydi. U hamdi burun anda Shanxaychang bo'lib silinmasning oldida yolg'iz qabra deb atiladigan bir kenit o'xshaydi. Bu akashning dadasining do'stining uyi ashaydi. U dadasining darvozasining ikki tarafida ikki tup ko'chat bor ekan. Uning birsi sedika, yana birsini kedi dedimi ish qilib sedi darxi o'xshab ketadigan bir daraxtga. Ko'chatning shexini kesib, ma ko'chatga ulab boqaychu deb, shu sedi darxining yo'g'aroq bir g'o'lini qo'lda shunda ishtik bir pichoq bor ekan to'q. Shuning bilan shartda kesishigilam u g'o'ldan qonga o'xshash qip-qizil suyuqlik iqibdi. Keyinidan shu sedi ko'chatining yana bir shexi bir yerdan qayrilib, yinib tekkandeklar bu dadashning yuziga changdilam tegibdi. Xuddi birsi bir chaploq urgandeklam tegibdi-da, baq qattiq. Bu urilishdan bu dadash hoshidan ketib yetib qopdi. Hoshiga kelgandan keyin og'rib yetib ketibdi. Shuning bilan nim bo'lgan desima daraxtni kesgan deb, endi shu zamondagi ko'nliq doktorlarning qishiga olib yiqibdi. Doktorlarning aytishicha, bu dadash hamdi 7 bola chaqisi va bir ayolninki erining bo'yniga pichoq solgan ekan. Endi shoxning shaklida ko'ringandan uqmaydi-da, shunda kesib yetib qolgan ekan. Shunga yendi turgan ayoli bir shaploq urib etgan ekan. Keyindan bu dadash degan buning dardini shunda tatib ketibdi. Doktorlarmi xil uzun davolgan bo'lsa-mu, bunga qat'iy bir amal qilinmagan o'xshaydi. 3-4 yildak shunda qiynalib, qimmagan dorisi qanmay, hattoki kechalar jo'ylab chiqib ketadigan bo'lib elib degan. Uydagilarga javob silib, o'zimni pek qiynalib, shunda 3-4 yildan keyin qaytishib ketgan ekan. Men bugungi hikoyaning supuga chiqib usul o'ynabdi degan yerni so'zlab etib bir ko'rinish ko'z oldimga kelib qoldi. 2015 yillari do'yin yo'qdi.
Biz şu qısqa filmlarni asosan Ündüdarning salonlaridan ko'rdigan vaqtlarimiz. 2015-yili qish faslida men Urumchida yolg'iz ijara uy olib o'tiratdim. Bir kuni ishdan tushib, shu Veysindagi salonlardagi videolarni ko'rib o'tirsam, Qashqardagi ma'lum bir tomoqxonaning mashina to'xtatish maydonida telekameraga tushib qolgan ko'rinish degan bir temaga ko'zim tushib qoldi. Echib qarsam, bu mundaq bir mazmunga. Bir ayol ekranning oldida o'tirib ko'rsatyotdi. Mana miyada paydo bo'ldi, miyadan chiqdi deb. Ondan shu ekran tushib qolgan ko'rinishlarni tatib shu qisqa film qilib yo'llabdi. Qanday ko'rinishga desanglar, u Qashqardagi oshxonaning mashina to'xtatish maydoni hamda shunda cho'nka. Mashina to'xtatish maydonininki bir bulungida yo'g'on bir axlatdon barka, xuddi yulduzga o'xshaydigan 3 tal nur shu cho'gilab, piqirab, laylab shu axlatdonning keyniga tushdi. U ko'rinishda. Keynidan bu axlatdonning keynidan oppoq kiyinib olgan 3 o'g'il bola chiqdi. Bularning kiyimini tasvirlab bersam, men 48-nomerlik hikoyada beshimga kelgan ish deb so'zlab bergan vaqtimda deganimga o'xshash, mustaq tizg'a keldigan doktorlarning xoltiga o'xshaydigan ishda kangri ko'ynak, aranji ko'ynak kiyib olganka. Uzun, anikin u ko'ynakni uzunga tizg'a keldiga. Ondan bu 3 yilisining beshida chichi yo'qka, lekin beshining ustida Sunukongning iliqi maymun shoh bo'lgan vaqtida beshining ustida iliqi uzun iliqi mungizga o'xshamaydigan iliqi toj damdiq uni bundaq harakat qilsa bilan laylaydigan uzun ikki tal narsa bor-ku. Oshnaga o'xshaydigan oshna uzun inchga işte harakat qilsa bilan laylaydigan işte ikki tal uzun narsa bor-ku. 3 yilisining beshida işte bor-ku. Ondan bularning ko'zi işte yo'p yo'ruqqa nur chachidika. Bu 3 axlatdoning keynidan işte surilib chiqiblam o'ttir maydonga tushib olib, ikki tarafda liq mashina. Mush maydonda degan sakrab, taqlab, cho'gilab, piqirab, ashunda bularning bir usul o'xshaydi hamda u. Ashunda bir usullarni o'ynab mangdi. Yenidan semiz bir odam o'tib ketdi. Ularning yenida o'tib ketdi, lekin u odam bu uchiga qarabmi qo'ymadi. Bu uchimi u odamga bunday qarab qo'yib, yana oldi qarab mengiyverdi. Ondan ma yon tarafdagi kichik yo'lga kirib u yerdan mangdi. U yerda yana bir odam mashinani to'xtatib, mashinasidan tushib, restoranning keyni eshigi tarafga qarab mangdi. Bu odamga diqqat qilmadi u uchiga. Bu uchi u odamga bunday qarab yetiblam, yana o'zining yo'lini davomlashtirib, sakrab, taqlab bir qorong'ulikqa kirib yo'qolib ketdi. Ashta bir videoni ko'rgandim. U vaqt men yolg'iz turgan bo'lgandan necha kungacha obrniga chiqolmay, shunchalik ta'sir qilib ekan to'qmaga. Keyindan yana bir ko'rpaqaychi deb qarsam topolmadim, jo'yilib ketibdi u video. Ilm panga sinib xurofotlik qarashtirayli. Meni u vaqt ko'rganim hamda kirishtirgan bir videomi yoki qandaq bir video uni o'qimadim. 3-4 kundan keyin lam chiqib ketibdi qarsam. Eng oxirida shu to'rdoshlardan so'rab boqsam, sizlarning kichik vaqtinglarda baq qo'rqib ketgan bir karton filminglar va yoki qo'rqaydigan ma'lum bir qo'nchiqinglar bormi? İşte bir kichik vaqtimizga aslimalarimizda bizga bir qora tushib qolgan shunday bir narsalar bo'ldi-ku hamdi. Bir necha kun oldida do'yin serib ko'rib o'tirib bir narsa uchrab qoldi. Men kichik vaqtimda baq qo'rqaydigan bir bolalar filmi bordi. Cho'nglar ko'rsin bo'ldigan, bolalar ko'rsin bo'ldigan hamdi. Bolalarni tema qilib ishlagan bir kino. U kinoda bir bola boquvchi qizning endi shunda sho'x kapsiz bolalari bor bir boyning uyiga kelib, shu kapsiz bolalarni endi shunda yaxshi gap anglaydigan, aqlli, umoq bolalar qilib tarbiyalab chiqqanligidan iborat bir asosligi hamda shunda bir mazmun so'zlandi. Bu kino 1965-yil ishlangan kinoga. Shon nurg'un Mao Ling Honing bolalari bilmasliklaringiz mumkin yoki ko'rib boqqanmi o'qmadi. Bu kinoning ismini qolmabdi, lekin menga bek ta'sir qilgan, meni bek qo'rqitib o'tgan ashu naqsi ismda. Heliq bir yog'och qo'nchoqlarni o'ynatib turib, o'shkilar chiqdi, ko'z shunda yo'g'on, qo'rqinchli bir podichi bola chiqdi, ikki tal chechini o'rib olgan qiz bola chiqdi. Lay hu deb naqsh aytadigan bir kino bor-ku, ash kinoni da'vatimi. U kinoning yana bir donglik naqshisi bor, iliqi do deb atalsa maral, ray kunga o'xshash parlaq deydigan. Shu kino. 2 yosh vaqtimda shu kinoning shu naqshisidan baq qo'rqib ketib ekanman. Shuningdan keyin shu kino qo'yilib shu naqshisi chiqsalam, jiroq-jiroq qochib ketdim. Bugungi kundami, necha kun oldida mustaq ko'rib o'tirib shu naqshisini shunda titrab o'lishib ketdi, shunchalik qo'rqinchli his qilib ketdim.
Chunki u naqshida chiqqan iliq personajlar bo'lib iliq o'shka, iliq padichi bola qatorliqlarning chiroyi rost gap qilsam borgu, iliq og'inlarga bek o'xshaydi. Menmu ancha-muncha ko'rib baqqan, ko'ringan menga dedim-ku. Shu naqshidagi o'shkining ko'zining yo'g'onligi, iliq padichi bolaning chiroyi degandeklar, haqiqatan og'inlarga xil o'xshab qoldi. Shun qo'rqaptikanman deb o'yladim. Sizlarmi qo'rqamsizlar shu naqshidan? Yo menlam qo'rqab ketdimmi? Ayrimxonda fikringlarni yozib baqsanglar bo'ldi. Bugungi hikoyalarim sizga oyoqlashdi yoqtirgan bo'lsanglar, yurak berib taqib qo'yishni unutmanglar.